qanday qilib narsalarni достиженияларni olishni yoki F3'lar bilan komandalarni ko'rsatmoqchiman. Xo'sh, mana bu skinim. Va mana shu minus valut. Olgana qoldi o'zi. Hozir kuttiringlar. Yana bir narsani ko'rishim kerak. Hozir yo'llanayapti. Mana 400 ga rezerv o'tib olamiz. Hozir mana kombinatsiyalar yozishim kerak va bu kombinatsiya bizga palatka, to есть palkam beradi. Hozir sizlarga buni ko'rsatmoqchiman. Buni bosamiz. Bular bizga kerak emas. Give yozamiz. Kuchukcha S ekan. Kuchukcha S kerak. Kuchukcha S keyin o'rtasiga joy qoldiramiz. Bu yerda har xil narsalar bor, ammo bizga yozishimiz kerak dog. Yozishimiz kerak debug stick. Hozir sizlarga yana ko'rsataman. Debug pastlikcha stick, okay. Debug pastlikcha stick. To'g'rimi yozdim? Ha, to'g'ri ekan. Va ana bizga bu narsani berishdi. Bu eng zo'r anova. Bu bilan biz xohlagan ishimizni qilsak bo'ladi. Masalan, sandiqni bu yerga qo'ysak, bu sandiqning ustiga mana bossak, endi bu bo'ladi. Buni qaranglar, fazalarni almashtira olamiz. Yoki bu bilan atga anova qilsa bo'ladi. Hozir ko'rsam. Rang kerak emas.
Xo'sh, menga kerak obsidian, zажигалка va obsidian. Buni obsidian. Suv hosil qilsak ham bo'ladi. Faqat menga kerak. Lestnitsa kerak. Ya'ni narvon ismida bo'lsa bu yerda. Yo'q. Narvonni ko'paytiraman, narvon. Va masalan, bir blok kerak bizga. Masalan, oddiy traktorga olamiz. Mana shu yerga blok qo'yamiz. Ustiga bosamiz, so'zman. Bunday qilsak ham bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Mana bunaqalar. Yoki oddiy bir lestnitsani qo'ymaydi hozir bu yerda. Bunday qo'ysak bo'ladi. Buni o'zgartirib olamiz. Buni bossak. Shu narsalarni negadir sindi bu. Buni bosamiz. Mana. Endi buni sindirsak, mana biyome ko'rsaringiz mumkin va yig'ila qo'shasiz. Ikkita va bu yerda uchinchisi ham bor ekan. Bu juda redkий narsada. Uchinchi bir harfi. Ana bu yerlarda ham mana uchinchisi. Mana sizlarga xohlasangiz boshqacha komandalarni ham ko'rsatishim mumkin. Masalan, agar sizlar F anoni bo'lsangiz bir kanalga sizlar F bilan o'rsalar hunarda end portal ham bor ekan. O'sha yerni o'zida qurib kerak. Endi sizlarga boshqa komandalarni ham ko'rsatishim mumkin. Masalan, bundan keyin ham ko'p anavlar bor-da. Hozir sizlar masalan sizlarga hozir aytaman. Командный блок с командами. Sizlarga отдача мин полкасini ko'rsatmoqchi. Как-то плохо в этот раз я порыбалил. Одна фигня какая-то попадалась. Ничего полезного. Ладно, пошли домой. Завтра сюда еще вернемся.
Конечно, если это вообще можно назвать стрелочками. Они-то и указывают, куда смотрит командный блок. Ну а в этот командный блок мы записываем такую команду. Execute собака e в квадратных скобках type равен fishing hook, ставим 3 тильды. Дальше execute собака a в квадратных скобках tag равен палка. Да, просто транслитом палка, чтобы легко было запомнить. Дальше запятая, r равно 2. Ставим 3 вот такие стрелочки циркумфлекса. Да, это, кто не знает, называется циркумфлекс. После третьей стрелочки циркумфлекса мы ставим 2, пишем tps собака e в квадратных скобках type равен восклицательный знак fishing hook, запятая tag равен восклицательный знак палка, поставим. После третьей, как вы понимаете, цифра обозначает, насколько она будет отбрасываться вдаль. А у нас будет отлетать наша жертва, но крючок должен также пропадать. То есть, если мы сейчас режим цепи при условии и работает всегда. Так, но в следующем командном блоке будет также похожая команда. Hozir. Bo'ldi. Tushundim hozir. mt slash ruscha bo'lib qopti. Slash give kuchukcha s va command Minecraft command block va enter. Va mana bizda komandniy blok ham bor. Bunga kirib xohlagan narsamizni yoza olamiz. Yoki ko'p odamlar qiziqadi. Qanday qilib oddiy topordan buni belgilab, keyin bu yerni ham anav qilish qiziqishadi. Hozir sizlarga buni ko'rsam. Mana masalan, mana shu yerdan to mana naqacha anav qilamizda, keyin slash set block koordinatalarni yozamiz. Masalan, biron bir xohlagan narsamizni qo'ya olamiz. Masalan, menga Minecraft barrier kerak. Masalan, mana barrier. Uni qilamiz. Mana bu bizga barrier. Xohlasa barrierni o'zimizga ham bera olishimiz mumkin. Give s va barrier yozsak mana shu yerga chiqish kerak. Barrier. Mana bu bizda barrier paydo bo'ldi. Buni qo'limizga olmani. Va mana shu videolarni sizga ko'rsatmoqchi edim. Sizlar bilan man har doimgidek o'ylayman sizlarga bu video yoqdi va like bo'lsa, podpisatsiya bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Va men rozыгрыш qilyapman. Kim Roblox o'ynasa, Stili Brainrot va Grove Gardenga menda ko'p narsalar bor. Masalan, Grove Gardenga menga 50 ga yaqin qimmat anavlar bor. Pitomslar, ya'ni uy hayvonlari. Men ularni sizlarga bermoqchiman. Va Stili Brainrotga 5 ta sekretga va 13 ta Brainrot okladni rozыгрышmoqchiman. Niklaringizni anonga yozib qo'ying.